Aktrisa Barchon G'ofurova butun ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. 35 yil deganda butun umr eshitishni xohlagan so'zimni, ya'ni qizim degan so'zlarni eshitdim. Necha marta yo'llarga bordim. Doim ko'rishsak, urush janjal bilan tugardi suhbatimiz. Bugun esa umuman boshqacha suhbat bo'ldi. O'zimni ko'z yoshlarimdan tiydira olmadim. Syomkalarda ota sahnasini ijro etganimda yuragimda tosh bosib og'ir holatlarga tushardim. Bugun esa umuman boshqa, kichkina qizcha umidaga aylandim. Ya'ni Barchon ichidagi umidi uyg'ondi. Bu hayotda erkaklarga bo'lgan nafratim otam sababli edi. Butun umr ota mehrini his qilish uchun yashadim. Onamga rahmat, hech qachon otam yo'qligini bildirmay katta qildilar. Lekin qalbimni burchagi ota deb baqirib turardi. Bugun esa o'sha baxtga erishdim. Allohimga ming bor shukr, men bugun otamni qizim deb bag'rlarga bosishlarga erishdim. Endi meni ham otam bor, deya yozib qoldirgan Barchon G'ofurova o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram sahifalarida.